Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men aynan pensionerlar, ayniqsa SSR davrida texnikum, institut, oligoh yoki boshqa kunduzgi ta'lim muassasasida o'qigan insonlar uchun juda muhim masalani tushuntiraman. Bu mavzu oddiy gap emas. Chunki ayrim pensionerlar o'z pensiyasi hisob kitobida e'tibordan chetda qolgan yillarni qayta ko'rib chiqish orqali qo'shimcha imkoniyatga ega bo'lishi mumkin. Agar siz o'zingiz SSR davrida o'qigan bo'lsangiz, ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki tanishlaringiz orasida shunday insonlar bo'lsa, bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki ko'pchilik diplom bor, lekin u pensiyaga ta'sir qilmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim holatlarda o'qish davri, arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasidagi yozuvlar va boshqa hujjatlar pensiya ishini qayta ko'rib chiqishga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Men avvalo masalaning ildizini tushuntirib beraman. SSR davrida ko'plab fuqarolar maktabdan keyin texnikumga, pedagogika bilim yurtiga, tibbiyot bilim yurtiga, institutga yoki universitetga kunduzgi bo'limga kirgan. O'sha paytda ta'lim tizimi boshqacha edi. Hujjatlar qog'ozda yuritilgan, diplomlar ko'pincha rus tilida berilgan, arxivlar esa hozir boshqa shaharda, boshqa viloyatda yoki hatto boshqa davlatda qolgan bo'lishi mumkin. Pensiya tayinlashda asosiy masalalardan biri mehnat staji hisoblanadi. Ya'ni inson qancha yil ishlagan, qayerda ishlagan, ish haqi qanday bo'lgan, hujjatlar bilan tasdiqlanganmi, shular tekshiriladi. Lekin aynan eski davrda o'qiganlar uchun muammo shundaki, ayrim pensionerlarning ta'lim davri pensiya hisob kitobida umuman ko'rilmagan, ayrimlarniki noto'g'ri kiritilgan, ayrimlarda esa diplom bo'lsa ham arxiv tasdig'i talab qilingan. Oldin ko'pchilik pensiya tayinlanganidan keyin uni o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylardi. Pensiya chiqdimi, tamom shu miqdor bilan yuraveraman deb hisoblashardi. Lekin amalda pensiya ishida yangi hujjat paydo bo'lsa, ilgari hisobga olinmagan davr tasdiqlansa, staj yoki ish haqi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot topilsa, fuqaro murojaat qilish huquqiga ega. Mana shu joyda SSR davrida ta'lim olgan pensionerlar uchun kutilmagan imkoniyat paydo bo'ladi. Bu yerda hamma uchun bir xil va'da berish noto'g'ri bo'ladi. Men ekspert sifatida ochiq aytaman. Har bir pensionerga avtomatik ravishda katta pul qo'shiladi degan gapga ishonmang. Lekin ayrim toifadagi insonlarda hujjatlar to'g'ri yig'ilsa, pensiya qayta hisoblanishi, staj aniqlashtirilishi yoki avval e'tiborga olinmagan davr tekshirilishi mumkin. Farq aynan hujjatda, davrda ta'lim shaklida va pensiya ishining qanday yuritilganida bo'ladi. Hozirgi davrda asosiy o'zgarish shundaki, davlat organlari arxiv hujjatlari, elektron bazalar va fuqarolarning murojaatlari bilan ko'proq ishlayapti. Oldin odam bir idoradan ikkinchi idoraga yurib, arxiv qidirib ko'p vaqt sarflardi. Hozir esa ayrim ma'lumotlarni elektron xizmatlar orqali so'rash, pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma ariza berish, Dontax.uz orqali murojaat yuborish yoki arxiv idorasidan ma'lumotnoma olish imkoniyati kengaydi. SSR davrida o'qigan pensionerlar uchun muhim jihat shuki, ularning o'qish davri ko'pincha 1960, 1970, 1960 yoki 1990 yillarning boshiga to'g'ri keladi. Bu davrlardagi hujjatlar hamisha ham elektron bazada bo'lmaydi. Shuning uchun insonning qo'lida diplom bo'lishi yaxshi, lekin ba'zan yetarli emas. Diplom o'qiganingizni tasdiqlaydi, lekin ayrim holatlarda aynan kunduzgi bo'limda o'qiganingiz, qaysi sanadan qaysi sanagacha ta'lim olganingiz, o'qish to'liq tugallanganmi yoki yo'qmi, buyruq raqamlari, arxiv yozuvlari ham kerak bo'lishi mumkin. Men ko'p uchratadigan vaziyat shunday. Odam pensiyaga chiqqan, lekin pensiya tayinlash vaqtida faqat mehnat daftarchasidagi ish joylari hisobga olingan. U esa 1975 yildan 1979 yilgacha institutda kunduzgi bo'limda o'qigan. Diplom uyda sandiqda turibdi. Pensiya tayinlangan paytda undan hech kim diplomni so'ramagan yoki o'zi ham bu ta'sir qilishi mumkinligini bilmagan. Oradan yillar o'tib, u boshqa pensionerdan eshitadi. Mening o'qish davrimni tekshirtirishdi. Pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishdi. Shunda savol tug'iladi, men ham murojaat qilsam bo'ladimi? Javob: ha, murojaat qilish mumkin, lekin natija hujjat va qonuniy asosga bog'liq. Birinchi navbatda SSR davrida kunduzgi bo'limda o'qigan pensionerlar e'tibor berishi kerak. Masalan, siz 1979 yilda pedagogika institutiga kirib, 1992 yilda tugatgan bo'lsangiz, diplomingizda bu aniq ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Agar pensiya ishida bu davr umuman ko'rilmagan bo'lsa,
siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'sha davr hisobga olinganmi yoki yo'qmi deb tekshirishingiz kerak. Ikkinchi toifa texnikum va bilim yurtlarida o'qiganlar. SSSR davrida ko'plab mutaxassislar texnikum orqali kasb olgan. Buxgalter, felshar, hamshira, agronom, mexanik, quruvchi, o'qituvchi, aloqa mutaxassisi. Bunday ta'lim ham hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lsa, pensiya ishda ahamiyat kasb etishi mumkin. Ayniqsa, inson maktabdan keyin darhol kunduzgi ta'limga kirib, keyin ish boshlagan bo'lsa. Davrlar orasida uzilishlar qanday hisoblanganini tekshirtirish foydali. Uchinchi toifa mehnat daftarchasida yozuvlari chala bo'lganlar. Masalan, daftarchada 1913 yilda ishga kirgani yozilgan. Lekin undan oldingi 4 yillik institut davri yo'q. Pensiya tayinlovchi mutaxassis faqat daftarchaga qaragan bo'lsa, o'qish davri e'tibordan chetda qolgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda diplom, arxiv ma'lumotnomasi va ariza asosida tekshiruv so'rash kerak. 4-chi toifa boshqa respublikalarda o'qigan pensionerlar. SSSR davrida odamlar Toshkentdan Moskvaga, Samarqanddan Leningradga, Farg'onadan Olmaotaga, Nukusdan Kiyevga o'qishga borgan. Hozir bu shaharlar boshqa davlatlarda bo'lishi mumkin. Arxiv ma'lumotnomasini olish qiyinroq, lekin imkonsiz emas. Ba'zan oligohning huquqiy vorisi bor. Ba'zan markaziy arxivda ma'lumot saqlanadi. Ba'zan diplom nusxasi va tarjimasi kerak bo'ladi. Agar sizning pensiya ishingizda o'qish davri allaqachon hisobga olingan bo'lsa, unda qayta murojaat qilish katta farq bermasligi mumkin. Shuning uchun birinchi qadam vahima qilish emas, tekshirdirish. Pensiya jamg'armasidan pensiya tayinlashda qaysi davrlar hisobga olingani haqida ma'lumot so'rang. Shunda aniq ko'rasiz, o'qish davri bor yoki yo'q. Agar siz sirtqi bo'limda o'qigan bo'lsangiz va shu paytda ishda davom etgan bo'lsangiz, unda odatda asosiy e'tibor ish stajiga qaratiladi. Chunki siz bir vaqtning o'zida ishlagan bo'lsangiz, o'qish davri alohida qo'shilib 2 marta staj bo'lib ketmaydi. Masalan, odam 1960 yildan 1965 yilgacha zavodda ishlagan, shu davrda sirtqi institutda o'qigan. Bu yerda pensiya uchun asosiy tasdiq zavoddagi ish davri bo'lishi mumkin. Agar ta'lim tugallanmagan bo'lsa, masalan 2 yil o'qib, keyin o'qishni tashlab ketgan bo'lsangiz, bu ham alohida tekshiriladi. Hamma tugallanmagan davrlar avtomatik tan olinadi deb bo'lmaydi. Hujjatda buyruqlar o'qishga qabul qilingan sana, chetlashtirilgan sana va ta'lim shakli aniq bo'lishi kerak. Birinchi misol, Malika opa 1959 yilda tug'ilgan. U 1976 yilda tibbiyot bilim yurtiga kirgan va 1979 yilda tugatgan. Keyin poliklinikada hamshira bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanda faqat 1979 yildan keyingi ish davri hisoblangan. Uyida eski diplom bor. Lekin pensiya tayinlash paytida u topshirilmagan. Malika opa pensiya jamg'armasiga ariza beradi, diplom nusxasini qo'shadi. Arxivdan kunduzgi ta'lim haqida ma'lumotnoma oladi. Agar qonuniy asos bo'lsa va ilgari bu davr hisobga olinmagan bo'lsa, uning pensiya ishi qayta tekshirilishi mumkin. Natijada staj muddati aniqlashtiriladi. Bu har doim katta summa degan emas. Lekin ayrim hollarda oylik pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi misol, Rustam aka 1961 yildan 1946 yilgacha institutda kunduzgi bo'limda o'qigan, keyin muhandis bo'lib ishlagan. Pensiya tayinlanganda uning umumiy staji chegaraviy talabdan biroz kam chiqqan. U o'qish davri haqida hujjat keltirsa, staj yetarli darajaga yetishi mumkin. Bu holatda farq faqat bir necha yil emas, balki pensiya turini, hisoblash tartibini yoki ustama imkoniyatlarini tekshirishga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi misol. Dilbar opa 1974 yilda pedagogika bilim yurtini tugatgan, lekin diplomidagi familiya qizlik familiyasi bilan yozilgan. Hozir pasportda turmushdan keyingi familiya. Pensiya bo'limi hujjatlarini solishtirganda savol tug'iladi. Bu diplom aynan shu kishiniki ekanini qanday isbotlaymiz? Bunday vaziyatda nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Ko'pchilik aynan shu joyda to'xtab qoladi. Aslida muammo yechiladigan muammo faqat hujjatlar zanjiri to'liq bo'lishi kerak. 4-chi misol. Akmal aka Olmaotada texnikumda o'qigan. Diplom bor, lekin ta'lim muassasasi nomi o'zgargan, arxiv qayerdaligi noma'lum. Bunday holatda birinchi ish o'sha muassasaning hozirgi nomini topish. Keyin arxivga so'rov yuborish. Agar muassasa yopilgan bo'lsa, hujjatlar shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zida javob bir oyda keladi, ba'zida ko'proq vaqt oladi. Lekin hujjat topilsa, pensiya ishi uchun kuchli asos bo'ladi.
Eng katta xato shuki, odamlar og'zaki savol berib, og'zaki javob bilan cheklanadi. Masalan, pensiya bo'limiga boradi, navbatchi xodimdan so'raydi. Bu esa kerak emas yoki foyda bermaydi deydi. Shundan keyin odam qaytib ketadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Muhim masalada yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob bo'ladi. Yozma javobda nima sababdan hisobga olinmagani yoki qanday hujjat yetishmayotgani ko'rsatiladi. Ikkinchi nozik jihat diplomning o'zi va arxiv ma'lumotnomasi farqi. Diplom ta'lim tugallanganini bildiradi. Arxiv ma'lumotnomasi esa qabul qilingan sana, tugatgan sana, ta'lim shaxli buyruq raqami kabi ma'lumotlarni ko'rsatishi mumkin. Agar pensiya organi aniq davrni ko'rishi kerak bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi juda muhim bo'ladi. Uchinchi nozik jihat tarjima masalasi. SSSR davridagi ko'plab diplomlar rus tilida. Odatda rus tilidagi hujjatlar tushunarli bo'lsa-da, ayrim holatlarda notarial tasdiqlangan tarjima so'ralishi mumkin. Ayniqsa hujjat boshqa davlatdan olingan bo'lsa yoki nomlarda farq bo'lsa. Shuning uchun oldindan aniqlab oling. Oddiy nusxa yetadimi? Tasdiqlangan nusxa kerakmi? Tarjima kerakmi? To'rtinchi nozik jihat pensiya miqdori darhol oshadi degan noto'g'ri kutish. Pensiya qayta ko'rilsa ham natija har xil bo'ladi. Ba'zida staj qo'shiladi, lekin miqdor sezilarli o'zgarmaydi. Ba'zida bir necha yil qo'shilishi hisob-kitobga ta'sir qiladi. Ba'zida esa o'qish davri allaqachon hisoblangan bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, avval hujjatlarni tekshirtiring, keyin xulosa qiling. 5-nozik jihat muddat va qayta hisoblash sanasi. Agar fuqaro yangi hujjat bilan murojaat qilsa, pensiya qaysi sanadan qayta hisoblanadi? Bu ham alohida tartibga bog'liq. Ko'p hollarda murojaat sanasi muhim bo'ladi. Shuning uchun keyin boraman deb yillarni o'tkazib yubormang. Hujjatlaringiz tayyor bo'lsa, arizani imkon qadar tezroq bering. Endi men sizga nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlarni yig'ing. Diplom ilovasi, mehnat daftarchasi, eski harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, eski pasport nusxalari, arxivdan olingan ma'lumotnomalar bo'lsa, hammasini bir joyga qo'ying. Hujjatlarning asl nusxasini yo'qotmang, faqat nusxa tayyorlang. Ikkinchi qadam, pensiya ishingizda o'qish davri hisobga olinganmi yoki yo'qmi, shuni aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki elektron murojaat yuboring. Arizada pensiya tayinlashda hisobga olingan mehnat staji davrlarini ko'rsatib berishingizni so'rayman deb yozing. Agar sizda aniq ta'lim davri bo'lsa, falon yildan falon yilgacha bo'lgan kunduzgi ta'lim davrim pensiya hisob-kitobida inobatga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. 3-qadam. Ta'lim muassasasidan yoki arxivdan ma'lumotnoma oling. Agar institut, universitet yoki texnikum hozir ham ishlayotgan bo'lsa, uning kadrlar bo'limi yoki arxiv bo'limiga murojaat qiling. Agar nomi o'zgargan bo'lsa, voris muassasani toping. Agar muassasa yopilgan bo'lsa, shahar yoki viloyat arxiviga so'rov yuboring. So'rovda ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, o'qigan yillar, fakultet yoki mutaxassislik, ta'lim shaxli ko'rsatilishi kerak. 4-qadam. Arizada aniq talab yozing. Mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deyishning o'zi ba'zan yetarli emas. Undan ko'ra aniqroq yozing. SSSR davrida falon ta'lim muassasasida kunduzgi ta'lim olgan davrimni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda ushbu davr pensiya stajimga kiritilmaganini tekshirib, qonuniy asos mavjud bo'lsa, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, murojaat mazmuni tushunarli bo'ladi. 5-qadam. Javobni kuting va yozma javobni saqlang. Agar ijobiy javob kelsa, qayta hisob-kitob qanday qilinganini so'rang. Agar rad javobi kelsa, rad etish sababi yozilgan bo'lishi kerak. Sabab hujjat yetarli emas bo'lsa, qanday hujjat kerakligini aniqlang. Sabab qonuniy asos yo'q bo'lsa, qaysi norma asosida rad etilganini so'rang. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yuqori turuvchi organga yoki yuridik maslahatga murojaat qilish mumkin. 6-qadam. Hujjatdagi ism, familiya farqlarini oldindan hal qiling. SSSR davrida hujjatlarda bir harf boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Muhammad bir joyda Muhammad, boshqa joyda Muhammad bo'lib ketgan. Ayollarda qizlik familiyasi va hozirgi familiya farq qiladi. Bularning hammasi pensiya ishida savol tug'diradi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, familiya o'zgargani haqida hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Men tomoshabinlarni yana bir narsadan ogohlantiraman.
ijtimoiy tarmoqlarda SSSRda o'qigan hamma pensionerlarga falon so'mdan pul beriladi degan gaplar chiqishi mumkin. Bunday xabarlarga darhol ishonmang. Har qanday qo'shimcha to'lov, qayta hisoblash yoki imtiyoz aniq hujjat va qonuniy asos bilan bo'ladi. Kimdir sizga pul evaziga pensiyangizni oshirib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Hech kim norasmiy yo'l bilan pensiyani qonuniy oshirib bera olmaydi. Yana bir xavfli holat. Odamlar asl diplomni begona kishilarga berib yuboradi. Bunday qilmang. Asl hujjatni faqat rasmiy idorada ko'rsating. Topshirish kerak bo'lsa, qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat oling. Odatda nusxa topshiriladi. Asl nusxa solishtirish uchun ko'rsatiladi. Hujjat yo'qolsa, qayta tiklash ancha vaqt oladi. Shuningdek, menga baribir foyda bermaydi deb oldindan taslim bo'lmang. Siz natijani faqat tekshirtirgandan keyin bilasiz. Ba'zi pensionerlar aynan bitta ariza bilan o'z pensiya ishida xatolik borligini aniqlagan. Ba'zilarda esa hammasi to'g'ri bo'lib chiqqan. Lekin ular hech bo'lmaganda ko'ngli xotirjam bo'lgan. Bu ham muhim. Chunki pensiya insonning yillar davomida qilgan mehnati va huquqidir. Bugungi mavzuning eng muhim joyi shuki, SSSR davrida ta'lim olgan pensionerlar o'z hujjatlarini beparvo qoldirmasligi kerak. Diplom arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi va familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar pensiya ishini tekshirtirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Bu hamma uchun avtomatik katta qo'shimcha pul degani emas. Lekin ayrim insonlar uchun real imkoniyat bo'lishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Agar siz yoki yaqinlaringiz 1906, 1907, 1907 yoki 1930 yillar boshida kunduzgi ta'lim olgan bo'lsangiz, pensiya ishingizda bu davr hisobga olinganmi yoki yo'qmi? Albatta tekshirtiring. Og'zaki gap bilan cheklanmang. Yozma ariza bering. Hujjatlaringizni tartibga soling, arxidan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi yillarda o'qigansiz? Pensiya ishida o'qish davri hisobga olinganmi? Murojaat qilganingizda qanday javob olgansiz? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga katta yordam beradi. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa pensiya, imtiyozlar, hujjatlar va fuqarolarning qonuniy huquqlari haqida eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.